mamlakatimizning birinchi raqamli borti hozirgina Budapeshtdagi xalqaro aeroportga kelib qo'ndi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birgalikda bugun 19-may kuni rasmiy tashrif bilan Vengriya poytaxti Budapeshtga keldi. Biz jurnalist va tasvirchilar jamoasi bilan birgalikda O'zbekiston Prezidenti va delegatsiyasi uchun tayyorlangan kortejdamiz va ushbu kortej Budapesht ko'chalari bo'ylab harakatlanib, davlatimiz rahbari uchun ajratilgan qarorgoh tomon yo'l olmoqda. Ma'lumot o'rnida tashrifning asosiy voqealari ertaga 20-may va indinga 21-may kunlari bo'lib o'tadi. Ertaga davlatimiz rahbari Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan oliy darajadagi muzokaralarni o'tkazadi. Shuningdek, Vengriya rasmiylari va yirik kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Indingi 21-may kuni esa Prezident Shavkat Mirziyoyev Budapesht shahrida bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi norasmiy sammitida ishtirok etadi.